Necha pul ketdi bu hostel ochilishiga? Mani cho'mchagimdan bir so'm pul ketmagan. Stabil hayot bizdagi odamlar uchun emas. Chidamli odam biznes qila oladi. Qamalib chiqqanman, 0 so'm bilan ochganman shu joyni. O'zi gostinitsada hostelning farqi bor. Bozorda narxingiz qanaqa? Boshqalardan qimmat, arzon? Yo'q, qimmatroq. Nimaga aynan hostelni tanladingiz biznesda? Men ham ishonib, yur ketdi ofisga 70 ming dollar pul beraman. Senga 70 ming kerakmi degan 70 ming pul beraman degan. Assalomu alaykum, Shuhrat aka. Очень классный человек. O'zingiz boy oilada tug'ilganmisiz? Yo'q, men otam 2 yoshimda o'tib ketganlar. Yo'q, siz yo sizda degan narsa. Kartani shunda ochganman, hozirgi yoshlar ochmaydi-yu kartani o'g'irlab qo'yadi. 2-3 yil ichida dunyo miqyosiga chiqib ketamiz dedim. Ko'pchilik bir so'm pul tikmasdan biznes ochib bo'lmaydi deyshadi o'rtoqlar, lekin aynan Tashkent Cityda joylashgan mana shu hostelda Shodbek akaning o'zlari bir so'm pul tikmasdan ochganlar. Bugun sizlar bilan birgalikda shu hostelni obzor qilamiz. Ketdik. O'rtoqlar, tanishinglar Shodbek aka. Shodbek aka o'zingiz haqingizda qisqacha tanishtirsangiz. Assalomu alaykum. Meni ismim Shodbek. Shu Du hostelning asoschisiman. Bu Du hostel ideyasi qayerdan keldi sizga? Biz Moskvada ishlaganman men o'zim. Moskvada ishlaganimda shu Moskva Cityda Imperiya bashinida Icon degan hostelda yotganman. 2-3 kecha. O'shandan ilhomlanganmiz. Tushunarli. Nimaga aynan Tashkent City da ochdingiz, boshqa joyda emas? Toshkent City bu Toshkentning yuragi. Hozir kartadan qarasangiz ham, prям hozir o'rtada joylashgan. Hamma narsa yaqin. Ovqatlanishga ham, aylanishga ham, turistlarga qulay. Tushunarli. Asosan mijozlaringiz kimlar o'zi? Turistlar. Turistlar. Boshqa shahardan kelgan, masalan, Avstraliyadan keladigan mehmonlar ham bor, Yevropadan keladigani ham bor, har xil davlatlardan keladigan mehmonlar bor. O'zimizdan juda kam. Местныйlar yo'q. Ha, местныйdan juda kam odam. O'zi sizni o'sha auditoriyangiz chet elliklarmi yoki местныйlar ham bo'lish kerak bo'lgan? Bizda kanal menejerov butun dunyodan keladi. Hamma biladi, Booking degan platforma bor, o'sha yerdan keladi. Ha, siz Bookingda bo'lsizlar. Hammasida bormiz. Nimada shu orqali? O'shandan ko'proq keladi. Hozir Instagramda taniqli bo'lib ketganimiz uchun Instagramdan ham ko'p kelyapti. Tushunarli. Hozir siz bilan birin-ketin obzor qilamiz hostelni polni. Unga bitta savol, necha pul ketdi bu hostel ochilishiga? Meni cho'mchagimdan bir so'm pul ketmagan. Menda investor bor. Men 0 so'm bilan ochganman shu joyni. Tushunarli. Hozir ko'pchilik yoshlar ana pul bo'lmasa biznes ochish qiyin deyshadi. Qanaqa bemalol investor? Harakat qilish kerak. Hozir sekin-sekin bir chetdan aytib beramiz. Tanish bilish rol o'ynaydimi shunda? O'ynaydi. Tanish bilish bo'lish kerak. Albatta. Chunki siz endi kelib qolmadingiz-ku baribir biznesga. Oldindan biznesda. 18 yoshimdan beri biznesdaman. O'shada baribir sizga osonroq bo'lganmi investor topish uchun ham? Meni ustozim juda ham kuchli odam bo'lgan. To есть kuchli odam hali ham. Juda ham yaxshi odam. O'sha odam orqali men o'rganganman odamlar bilan gaplashishni. Odamlar bilan gaplashish hozirgi zamonaviy tilda gapiradigan bo'lsa, connect qilish eng главный narsalardan deb o'ylayman. Kelib olsa hostelni polностью bitta obzor qilsak, boshidan bizga ko'rsatsangiz, qanaqa nima joylashgan, keyin sekin savollarni berib ketaveramiz. Albatta. Bu yerda coworking zona, bu yerda klientlarimiz o'ziga nimadirlar yozib, bizga tashlab beradi. Gmail'imizga, pochtamizga bizani qizlarimiz yoki bolalarimiz, shu ishchilarimiz chiqarib berishadi qog'ozga. Shu. Bu hamma tekin. Wi-Fi bor. 100 megabitli Wi-Fi'miz bor. Bemalol ishlata oladi. Tushunarli, zo'r. Endi sekin bu yoqqa o'tsak. Bu yerda reception. O'zi narxlar qanaqa sizda? 180 mingdan 240 minggacha bugungi kunda hozir sezon kelishiga ko'taramiz. Sizlarda mana gostinitsalarda check-in, check-outlar 12:1 shunaqa? Soat 2 da check-in, 12 da check-out. Hostel yana faqat uxlab tunashmas, to'g'rimi? Yo'q, odamlar yashaydi. Odamlar bor, Rossiyadan mehmonlar keladi, bir oylab yashaydi. Yevropalardan kelishadi, 10 kun, 15 kun yashab ketishadi. O'zi gostinitsada hostelning farqi bor. Hozir men mana shu narsani aytmoqchi edim. Tushuncha hostel deganda tushunchasi odamlarda juda ham kir joy deb aniq bo'lib qolganda O'zbekistonda. Lekin unaqa emas. Biz shu narsani prям bo'lib yubormoqchimiz. Shu odamlarning ideyasini shunday bo'lib, что hostel kerak bo'lsa oteldan zo'r, ancha-muncha otellardan. Nomerlarmi bular? Bular nomerlar 4 kishilik, 6 kishilik. Odam yo'q. Ko'rsa bo'ladi. Bunisiga hozir odamlar kelishdi. Ha, odam ko'rsa bo'ladi bemalol. Bu 6 kishilik. Bu ko'rsa bo'ladi, tepada воздушный sistema, kirish, chiqish, konditsionerирование,
uncha hostellada yo'q. Har soatda ishlab turadi. Avtomatik o'chib, o'zi yonib, o'chib yonadi. Konditsioner bor edi. Bunaqa O'zini svetlari bilan, o'zini polkalari bilan, rozetkalari bilan. Bu nima edi shunday ma'lum? Bu kompyuter qo'yishga. Stolik. Ha, gap yo'q, zo'r. Sharoit hammasi bor. Pastellarimiz ham eng otellarga qo'yiladigan pastellar. Химчискada yudiramiz. Eng glavnisi matraslarimiz $300 qilingan bu. Standart to'qilingan har bittasi. Bu pastida shkafchikmi nima bu? Shkafchik, bu yoqda ham shkafchik beramiz. Misol uchun bu birinchi nomer, mana bu birinchi o'sha odam. Shunaqa, ha. Birga bir bo'ladi. Top продажа bo'ladi, eng ko'p sotiladigan 10 talik. Bu yoqda bitta xona 10 talik eng ko'p sotiladigan xonalarimiz bo'ladi. Bir xil payt joy bo'lmaydi bu yoqda. Nimaga 10 talik ko'p sotiladi? 10 talik arzon bo'lgani uchun ko'p sotiladi. Ha, ko'proq odam sig'adi. Bu ham 10 talik? Bu ham 10 talik. Zo'r. Общий o'zi umuman mana shu hostelda 60 ta joy. 60 ta joy. Tushunarli. Ikkita etaj, ha, birinchi etaj erkaklarga, ikkinchi etaj ayollarga. Zo'r. Bu yoqda hojatxona. Top-toza hojatxonalar. Ketma-ket bo'ladimi? Bu ham hojatxona? Ha, 3 ta hojatxona. Mana nima edi bu? Ha? Bu rezinka anaqa devorga urilmasligi uchun. Bu gap yo'q, zo'r. Hammasi продуманно. Bu yoqda dush, English spalardan ishlatamiz, eng zo'r kosmetikalardan. Hozir anu gaz kirsa bo'ladimi? Gostinitsalarga shunaqa bo'ladi, polniy, to'g'rimi? Ha, gostinitsada ham ko'pida yo'q bunaqa narsa. Yo'q. Chunki premium hostelda, premium hostelga sizga premium hostel kerak. Aha, tushunarli. Bozorda narxingiz qanaqa? Boshqalardan qimmat, arzon? yo'q, qimmatroq. Lokatsiyani hisobiga. Bu yoqda ham xuddi shunaqa. 3 ta dush, 3 ta tualet. Birinchi etajda, ikkinchi etajda ham 3 ta dush, 3 ta tualet. Zo'r. Lekin ko'rinishda 60 ta joy borga o'xshamaydi. O'xshamaydi. Hammasini chotki joylashtirganmiz. Ikkinchi etaj ayollarniki и lounge zona bor. Alohida qilib qo'ygansiz, to'g'rimi? Erkaklar uchun past, Albatta. ayollar uchun ikkinchi etaj. Ha, qulaylik his qilsin deb. Ha, bemalol. Bir xil joylarda ayollar o'ziga qulaylik his qilmaydi-da. Aralashtirib borishadi. Bilamiz shu ayollar kiyinishi, yechinishi bor, o'ziga alohida prostranstvo bo'lishi kerak. Вот, lounge zona televizor ko'rib o'tirishadi, kech payt PlayStation o'ynashadi, kitob o'qishadi odamlar, gaplashib o'tirishadi. Menyularimiz bor. Butun mana shu Toshkent City'da hamma kafelardan menyular yig'ib chiqamiz-da. Odamlar o'ziga narsa zakaz qiladi. Shu joydan turib, polniy mana shu restoranlar menyusini ko'rsa bo'ladi. Ha, mana. Bu ideya ham o'sha anaqadan o'g'irlangan, Moskva City'dagi hosteldan. Hammasini yig'ib chiqqanmiz-da, ular bizga menyu beradi. Spetsial solution qilib bergan. Bizga bergan, o'sha rus tili, ingliz tilida. PlayStation ham bor ekan. PlayStation, kitob bor, kofe ichishadi, choy tekin. Shunaqa. Dazmol tekin ishlatishsa bo'ladi. Yaqinda prachkasini ham yo'lga qo'yamiz o'zimiz. Bu xonalar ham hammasi bir xil. Birinchi etajdagi 4 kishilik, 6 kishilik, 10 kishilik. Sizda ko'proq ayollarmi yoki erkaklarmi? Erkaklar ko'proq keladi. Yuring, o'tiramiz. Nimaga aynan hostelni tanladingiz biznesda? Rentabilnostni ko'rdim. Baland rentabilnost, foyda zo'r. O'shanga hostelning o'z ideyasi Moskvada kelgan. Moskva City'da Bashni imperiya bor. Bashni imperiyada Icon degan hostel bor. 40-etajdan baland, eslolmayman точно. O'sha yerdan kelgan ideya. Davom etishi Ispaniyada hostelda yashab ko'rganman. Hostelda juda ham qiziq. Turistlar bir-biri bilan ko'p gaplashadi. Otelda o'rtoq bo'lish protsenti juda ham past. Hostelda bitta joyda yotasiz, bitta joydan chiqasiz, bitta joyga cho'milasiz. Hammasi bir-biri bilan bog'liqligiga bir-biri bilan rosa ko'p gaplashadi. O'rtoq bo'ladi, ko'chaga chiqishadi, ovqatlanishadi, kelishadi. Tushunarli. Qarayman, hozir ko'ryapman.
Do deb yozilgan, to'g'rimi? Mana logotipingizda nimaga aynan Do yoki ma'nosi qanaqa bu? Du hostel bu o'zi ma'nosi du degani yapon tilida putnik degani. Lekin bu ma'noda qo'yilmagan bu. Bu meni devушкамni shu yaxshi ko'rgan qizimni otiga qo'yilgan. Wow. Zo'r. Shunchalik yaxshi ko'rganmiz. Endi shunaqa bo'lgan. Hozir ham birgamiz, qanaqa? Yo'q. Ha, o'zi rastatsiya qilyaptilar. Lekin baribir qolib ketgan, значит. Yo'q, o'sha rastatsiya qilayotgan paytimizda bu hostel ochilganda. Ha, ko'p bo'lmabdi. Afsuslanmayman, juda ham chiroyli ot chiqqan. O'zi ham yomon qiz bo'lmagan. Shunaqa. Nomini qo'yishga arziydi. Nomini qo'yishga arziydigan qiz bo'lgan. Yaxshi ko'rganman shu. Men ko'raman D imdo beskонечный turibdi. Asliddin degan dizaynerimiz bor. O'sha bilan qo'shilib birgalikda qilganmiz shu. Buni ham bir tarixi bor. Investorimizga putnik deb berganmiz. Investitsiya kiritgan odamga. Hostel o'zi ochilishi shundan boshlangan. Dalshi ketishi aytaylik, men O'zbekistonda bor-yo tanishlarimga yetib chiqqanman. Hostel ochaylik, investitsiya kiritgan. Investitsiya bo'yicha aytsangiz. Investitsiya kiritgan deb hech kim aplikatsiya qilmagan, xohlamagan. O'zim yaqin tanishlarim ham, o'zim ukalarim ham, ko'tari puli bor. Bir paytlar meni pulim ko'p bo'lganda oldimizda yurgan uka-xollar ham hech kim hozir boyib ketib xohlamagan. Lekin hayot taqdir taqozosi bilan Qozog'istonga borib qolganman. Qozog'istonda biz basseyn qurayotgan bo'lganmiz. Bizani basseyn qurishga chaqirishgan. O'shandan shu odam bilan tanishib qolib, shu hostelni ochganmiz. U odam prям mana просто gapimga ishonib pul bergan. Qanaqasiga? Aytaylik, boshida biza borganmiz, to есть Instagramdan bizga svязga chiqqan, WhatsAppdan telefon qilgan, biza borganmiz, ular aytishgan, biza pulni to'lab beramiz yo'l kirasiga deyishgan. Biza borganmiz, basseyn qurishni boshlaganmiz. Bizani qilayotgan ishimizni gapimizga to'g'ri kelgani uchun aytaylik, bitta gap gapirganmiz, 2 kunda kelamiz deb, 2 kunda kelganmiz, 2 kunda stop kelamiz deb, 2 kunda stop kelganimiz, gapimizga javob berganimiz uchun u ko'rib bizga aytgan. Toshkentda bu ish yo'qmi deb. Undan oldin hech kim bizga bir taklif ham bermagan, davay masanga investitsiya kiritaman deb. Bizga borganimizda bizga rad javoblarni berishgan. Shunaqa bo'lganki, kechasi uxlab turib tahajjud namozini o'qib duo qilganmiz. Alloh menga bir xayrlisini ber, odamga ham xayrli bo'lsin, bizga ham xayrli bo'lsin. O'shandan ertasi kuni shu uyg'onganimni aniq bilganman, tushimda ham ko'rganman. Shu bo'ladi deb, shu odam telefon qilgan, Shuhrat aka degan odam. Assalomu alaykum Shuhrat aka, очень классный человек. Endi ular o'zbek tushunmaydilar, shuning uchun ruschasiga aytib ketdim. Juda ham zo'r odam. Qozoqlar. Yo'q, Uyg'ur odam. Uyg'ur. Qozog'istonda, Olmaotada yashaydi, Uyg'ur odam. Katta tadbirkorlar. Ertalab uyg'onganlarida $200,000 pul topganlar. Shu darajada biznes bilan shug'ullanadi. Elektrotexnika, Makuta, Pit, o'sha elektrotexnikalar bilan ish qiladi. Juda ham boy odam, o'ziga to'q odam. O'zbekistonda juda ham nima desa bo'ladi, u darajadagi boy odamlar ham kamroq, chunki shu darajada puli ko'p. Shunaqa. O'sha odam prям ishonib, yur ketdi ofisga $70,000 pul beraman, senga 70,000 kerakmi degan, 70,000 pul beraman degan. Чисто yaxshi ko'rib qo'ygan. U yoqda rosa dolgi razgovor bo'lganda, mana bunaqa qilsa bunaqa bo'ladi, tushuntirib berganman, polni. Kartani shunda ochganman, hozirgi yoshlar ochmaydi-ku kartani o'g'irlab qo'yadi. Men na risk, короче, bitta ochganman, короче, начал всё, hamma narsani aytib berishni boshladim. Mana bunaqa qilsa bunaqa bo'ladi, bunaqa qilsa bunaqa bo'ladi. 2-3 yil ichida dunyo miqyosiga chiqib ketamiz dedim. 2-3 yilda dunyo miqyosiga chiqib ketamiz shu hostel bilan dedim. Mana shu narsani ko'rsatgandan keyin ular yur ketib pul beraman dedilar. Men aytdimki, yo'q, hozir kerak emas, menga odam bering. O'sha remont uchun pul tikadi. Aytaylik, pul o'zi remontga pul ishlatadi. Hamma narsani yozib yuradi, чтобы ertaga разногласие bo'lmasin. Shu tushunmaslik bir-birimizni bo'lmasin, shu samneniya bo'lmasin deb u odamga aytganman, shu Toshkentda ishchim bor deganlar, o'shanga qo'liga pul beraman, Umid aka.
Umid aka degan odam polniy hamma распределить qilgan remontga, lekin remontni daya o'zim shotib turganman. O'zi 1 oyda bitish kerak edi plan bo'yicha. Remontimizni 2 oyda bitgan. Birinchidan mebelchilar o'zining ishini to'liq bajara olmagan, har doimgidek mebelchilarning problemasi. Ikkinchidan biz bitta dizaynerskiy anaqaga berganmiz-da, ishni. Mana shu o'zim remont qilib bitirib beraman. Qo'pol qilib aytganda chichib qo'ygan. Aytmayman hozir, lekin aytaman degan edim bir paytlar. Internetga chiqarib yuboraman sanlarni, yolg'on gapiryapsanlar xalqqa deb. Aytmayman, mayli, omadini bersin. Nega men Toshkent Cityni aynan tanlaganman? Odamlar yig'iladi, hamma narsa yaqin. KFC, mahalla, kimbap, miyata, dальше там tandir, sazanchik yangi ochildi, shirali, tushundingizmi? Hamma narsa yaqin. Chiqaman desa, parkka 20 metr. Buni parkka chiqadi, aylanadi. City Mall molda aylanadi. Agar Hiltonning qanaqadir ko'rgazmasi bo'lsa yoki mana gaplashadigan gaplari bo'lsa, bu yoqqa kelib turib chiqayotganlar bor. Metroga 20 metr, 50 metr shu yerdan. Lokatsiya shu top tanlagan. Top lokatsiya tanlaganmiz. Necha pullarini berasiz? $5250. $5125 adashdim. Tushunarli. Qarang, men marjinalni deydim, u qanaqa sizlarda foyda? Hozir 40% nagrujenность bo'lyapti. 40% foydaga chiqdik. Foydaga chiqdik. Ertaga mana sezonda bugun mana aynan bugun Xorazmdagi, Buxorodagi, Samarqanddagi hostellar bilan gaplashdim. Sezon to'g'risida gaplashdik-da, bir-birimiz bilan opit almashdik. Ozgincha nima qanaqa deb so'rab oldim men. O'shalar aytayotdiki, mart keldi, senda o'sha joy qolmaydi, harakatingni qilavergin deyapti. Уже sezon boshlanadi. Sezon boshlanadi. Hozir ne sezon payt? Ne sezon payt. Hozir aytyapman, men Buxoroligi bilan gaplashyapman-da, aytyapman. Menga qarang, hozir 40% yaxshimi desa, men hozir yopib qo'yganman deyapti. Hostelni yopgan. Hostelni yopib qo'yganman. Men o'sha pulimni topib olganman oldingi sezonda, menga kerak emas ochib turishi deyapti. Hozir menda 40% ham u aytayotdiki, bo'lishi mumkin emas, shunaqa ko'pmi odam endi. Mana deb rasmlarni tashib beryapman. Siz qo'rqmaysizmi ular keyin Toshkent bozoriga kirishidan? Yo'q, baribir mendagi qila olmaydi. Qanaqasiga bu xuddi mana shunaqa ochgan bilan mendagi yurg'iza olmaydi. Nima sizni fishkangiz nimada misol? Nimaga uberini aytasiz? Shunaqa fishkalarimiz bor. Nima qanaqadir joy bor. Mendagi yurg'iza olmaydi. Mendagi odamlar bilan gaplasha olmaydi. Kelisha olmaydi. Har bir mijoz bilan gaplasha. Mijoz bilan emas, shu mijoz beradigan odam bilan gaplasha olaman. Hozir bizda 30% kanal menejer beryapti. Booking, Airbnb, trip.com shunaqa 13 ta kanal menejerimiz bor. 13 ta kanal menejerimiz bizga 30% beryapti. Aytaylik, qolgan 30% qolgan 60% biza Instagramdan topsak, 10% aytaylik sarafanni ham desak bo'ladi, Tugis, Google shunaqa. Men aytmadim hali sizga, qamalib chiqqanman ozgincha vaqtga. Shunaqa hayotda shunaqa joy bo'lgan. Qamalib ozgincha vaqtga chiqqanman. Aytaylik, Toshturman o'zidan. Ona aytadi, chidaganga chiqargan deydi-yu. Chidaganga chidamli odam biznes qila oladi. Nimaga biznes tanladingiz? Men ustozim biznesmen bo'lgan. Men 18 yoshimdan o'sha shu odamning oldiga borganman, shu odam bilan ishlaganman. Ustozim o'sha hamma narsani o'rgatgan. Stabil anaqa hayot. Stabil hayot bizdagi odamlar uchun emas. Qo'rqmaysizmi? Men onamga ham aytganman. Ona o'sha mana sinib qolgan paytimizda onam men balkim bu ishga davlat ishiga kirib olarmikinman deganman. Onam aytganlar, "Seni qo'lingdan kelmaydi." deganlar. Chunki ona ko'proq biladi-da, farzandi nimaga sposobniligini. O'zingiz boy oilada tug'ilganmisiz? Yo'q, men otam 2 yoshimda o'tib ketganlar. Onam aka uka bor. Yo'q, bitta o'g'ilman. Bitta o'g'ilman. Men otam o'lgandan keyin shunaqa bo'lganki, biz chiqib ketganmiz otamning uylaridan. Onamni adalari 2 xonali uy olib bergan. Xuddi shu G'unchada turgan bo'lsam, G'unchani bu yog'ida. U rayon mana G'uncha rayon chudesda, har xil chudesning narsalari bo'lgan o'sha paytda. Hozir tinch, lekin o'sha paytda tinch bo'lmagan. Nechinchi yilda? Shu 2000-yillarni, tam 2004-2005-yil aytaylik, shunaqa.
balki 2010-yilgacha. 2010-yilda ham aytaylik men 14 yosh, 15 yosh bola bo'lsam, shunaqa narsalar bo'lardi, strashniy narsalar bo'lardi-da. Tushundingizmi? Gop-stop masalan, to'g'irlash. Qilmaslikning ilojisi bo'lmas edi. Kuchli bo'lish, kuchsiz bo'lishga haqqingiz yo'q edi, tushunyapsizmi? Ya'ni u yoqda agar shu mahallada kuchsiz bo'lsangiz, baribir kimnidir popkasini ko'tarishingizga to'g'ri kelardi. o'sha eski shahar tarbiyalagan sizni. Shunaqa. Bu etapga ham siz keldingiz deydi, to'g'rimi? Shunchaki o'sha qanaqadir praval nimalardan o'tib bo'ldingiz yoki boshidan shunaqa bo'lganmisizda? Hamma narsa joy-joyida, vaqtida to'lash, anaqa bo'lganmi? Timur aka, bunaqa pravallardan so'mingta bo'lgan. Shular sizni shundoq qoqib turib ketaveradi. O'rganib qolasiz. O'sha oxiri shu okeanda suzasiz. Kit bo'lasiz, oldin boshida balu bo'lasiz. Keyin sekin boshida meduza bo'lasiz, keyin balu bo'lasiz, keyin mana shu suzib oxiri akula bo'lasiz. Yo'li kit bo'lasiz. Mana hozir men sizga aytayman-ku, mana shu muammolarning ichida, mana shu problemalarning ichida kit bo'lib suzdim men. Menga o'sha ta'sir qilmaydigan bo'ldi-da. Qamalish ham ta'sir qilmaydi o'sha, bilaman. Agar hozir mana shu praval bo'lsa, biznesim ham bo'ldi, praval bo'ldi deyman. Yoki mana bir xillar bor, voy tushib qoldim, voy mana bunaqa bo'ldi demayman. Praval bo'ldi, Alloh shu narsani xohladi, qoq boshqa biznes qil. Hozirchalik meni hostelim kichkina, lekin shunaqa katta bizneslar bor, milliard turadigan hostellar bor. Mad Monkey degan brend bor. 1,5 milliard dollar turadi. Ha? Siz polniy sfera. Ha, o'rganib chiqqanman. Mad Monkey degan hostel bor. Butun dunyoda bor Mad Monkey. 1,5 milliard dollar turadi. 2017-yil yoki 2014-yil sotilgan. 1 milliard dollarga sotilgan. Undan tashqari yana ko'p shunaqa hostellar bor. Ular ham почти 1 milliardga yaqin. Butun dunyoda ochishgan. Kattalashtirib ana qilsa bo'ladi. Ha, o'zi planimiz kattalashtirish. Chunki katta pul topish uchun katta ishlar bilan shug'ullanish kerak. Shunaqa. Bu hozir bittasi. Hozir ikkinchisiga plan ketyapti. Mana shu arendada aytganlar Shuhrat aka bilan shunaqa qilyapmizki, ularning joyi bor, o'sha yerda olib biz yana hostel yoki otel ochamiz. Shunaqa ketadi. Hozir Samarqandda ikkinchi plan hostel ochish. Samarqanddan keyin o'sha bosh shahar Qozog'istonga chiqamiz. Qozog'istondan keyin Balidan ham joy ko'rganmiz, keyin Tailand, keyin Yevropaga chiqib ketamiz. Asli ko'rgansizlar. Ko'rib, o'sha o'rganib chiqyapmiz hammasini. Zo'r.